Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi darsimiz Adines 803 3-redaksiyada bank oborotkasini Dibank orqali tortishni ko'rib chiqamiz. Bizda hozir 6-noyabrgacha bank oborotkamiz tortilgan. Demak, biz keyingi sanalar orqali tortib ko'ramiz hozir. Buning uchun bank kassa oynasiga kiramiz. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, Dibank orqali bank oborotkasini avtomatik tortish uchun bizni adresimizga, ya'ni bankimizni Dibank orqali ulangan bo'lishi kerak. Mana bu yerda nastroyka. Buni ham keyingi darsliklar orqali ko'rib chiqamiz. Hozircha Dibank orqali bank oborotkasini tortishni ko'ramiz. Buning uchun обмен с bankimga kiramiz va bu yerda kirganimizdan so'ng Загрузка выписки из banka degan joyga o'tamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana o'ng tarafda Dibank, ya'ni Dibankka ulagan bo'lsak, Dibank knopkasi hosil bo'ladi. O'sha yerga yorliq o'rnatamiz va bizdan so'raydi Загрузить из banka. Bosamiz. Period qaysi sana davrini tortib berishimizni so'rayapti bizdan. Mana misol uchun bizda 6-si tortilgan, ya'ni 6-noyabrgacha tortilgan. 7-noyabrdan tortib ko'ramiz. И 9-sanagacha misol uchun. Продолжить bosamiz. Ozroq kutib turganimizdan so'ng avtomat mana tortdi. Ana endi mana shu bank oborotkasini tortganimizda ko'pchiligimiz bu narsani tushunamiz yo tushunmaymiz. Tortganimizdan so'ng mana bu 16401, ya'ni bank uslugasi komissiya banklarda mana bu yerdan vid operatsiyaga kirib, komissiya banki o'zgartirib chiqardik. Buni hozir biz Adiniska vipiskani tortishda buyruq berib qo'yganmiz. Mana bu yerda nastroyka bo'limiga o'tsak, mana bunga yorliq o'rnatib, nastroyka по ключевым словам mashinaga bosamiz. Mana misol uchun biz kiritganmiz. Bank uslugasi kelsa, mana bu yerda hozir tushunarli bo'lsin. Mana pogashение degan so'z turibdi bu yerda. 2 marta bossak, mana shunday nusxacha olamiz. Ya'ni bilamizki, bank oborotkasini ichida bank uslugasiga har doim pogashение so'zi ishlatiladi, ya'ni ключ so'z bu. O'shani kopirovat olamiz hamda настройкаga kirib, настройка по ключевым словамga bosib, mana bu yerdan добавить qilamiz. Kod plateji yozish shart emas. Ko'pchiligimiz 00668 dan foydalanamiz, 667 dan. Bu ko'pincha har xil operatsiya turiga qarab belgilanib ketaveradi. Buni yozish shart emas. Ключевые словаga mana bu yerga misol uchun ставить qilamiz. Ya'ni pogashение boya ko'chirib olgan so'zimizni. Endi o'sha so'z bizaga Adiniska kirimni bildiradimi, chiqimni bildiradimi? Vid dokumentiga 2 marta bossak, mana поступление bo'ladimi, списание bo'ladimi? Bank komissiyasi списание bo'ladi biz uchun. Vid operatsiyaga kiramiz, показательni bossak, o'sha jarayon, ya'ni pogashение so'zini biz nimaga olib borishini ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni komissiya banka misol uchun olib borsin. Статья движения денежных средств, прочий расход. Ana endi bundoq oxirroqga o'tsak, проводить degan joyiga galochka o'rnatsak, har doim mana bu yoqqa vipiskalar tortganda avtomatim o'zi проведен holatiga olib kelib qo'yishi uchun. Shuning uchun bu yerga yorliq o'rnatiladi. Mana misol uchun biz yana ikkinchisiga o'rnatganmiz Smart Vista. Smart Vista bu nima? Korxonamizda Uzcard, Humo terminallari bor. O'sha terminallar orqali tushgan pullarimiz Uzcardga Smart Vista degan ключевой slova bilan tushadi. Humolardagi avtomatik Humo degan yozuv tushadi. Click, pay me deganlarni ham xuddi mana shunaqa. Mana bu yerda назначение платежасida mana misol uchun bosamiz 2 marta, pogasheniami, qanaqadir takrorlanuvchi so'zni shunday ko'chirib olib, настройкаga kirib, настройка по ключевым словамga bosib, mana bu yerdan добавить qilib, hosil qilib сохранить и закрыть bosamiz va buni misol uchun X qilib turamizdan boshqatdan bank oborotkasini tortadigan bo'lsak, bizaga avtomatik tortib beradi bank oborotkasini.